1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston qonunchiligida nimalar o'zgaradi? Bu haqida Zamon.uz sizni batafsil boxabar qiladi. 2025-yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab moped va skuter boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Yangi tartibga ko'ra majburiy davlat ro'yxatidan o'tish, davlat raqami belgilarini olish va ularni boshqarish uchun A toifali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish belgilangan. 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda chiroyli davlat raqami belgilarining auksion savdolari to'xtatiladi. Tanlangan raqam yagona oshirilgan to'lov evaziga beriladi. Odil sudlov akademiyasi tashkil etiladi. 6 oylik qayta tayyorlash kurslari davlat granti asosida tashkil etiladi. Tinglovchilarga har oy stipendiya to'lanadi. Attestatsiya imtihoni natijalariga ko'ra bitiruvchilar sudyalik lavozimlariga o'tkaziladigan tanlovlarda ishtirok etadi. Ushbu sanadan boshlab har bir mahallada futbol maydonchasi dasturi ishga tushiriladi. 1-oktyabrdan boshlab mahallalarda futbol maydonlarini barpo etish bo'yicha har bir mahallada futbol maydoni dasturi joriy etiladi. 1-oktyabrdan boshlab tovarlarni olib kirish, olib chiqish va tranzit o'tkazishga tegishli barcha sertifikat, xulosa va ruxsat hujjatlari faqat yagona darcha bojxona axborot tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Ushbu sanadan boshlab subsidiyalar, grantlar ijtimoiy karta orqali beriladi. Kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan fuqarolarga pul shaklida beriladigan subsidiya, grant va suvsudalar bosqichma-bosqich ijtimoiy karta orqali taqdim etiladi. Shuningdek, atrof muhitga ta'sir o'tkazishning birinchi va ikkinchi toifalarga mansub faoliyat turlari, texnologik jarayonlari amaldagi yashil sertifikatga ega bo'lishi endi majburiy